519-22 guruh talabasi Shukurova Ozodaning eshituv idrokni rivojlantirish ishining tizimi mavzusida tayyorlagan video darsi. Reja. Birinchisi, eshituv idrokni aniqlash va baholash usullari. Ikkinchisi, ta'lim va trening metodikalarining roli. Uchinchisi, eshituv qobiliyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar. To'rtinchisi, individual yondashuv va psixologik yordamning ahamiyati. Eshituv idrokni aniqlash va baholash usullari. Eshituv idrokni aniqlash va baholash usullari eshitish qobiliyatining rivojlanishini o'rganish va baholashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar orasida audiometriya, so'z tanlash testi, akustik analiz kabi metodlar mavjud. Audiometriya usuli eshituv qobiliyatining darajasini aniqlash uchun turli chastotadagi tovushlarni eshitish qobiliyatini o'lchaydi. So'z tanlash testi, shuningdek, eshituv idrokni baholashda qo'llaniladi va unda shaxsga turli so'zlar yoki iboralar eshittiriladi. Ularning aniqligi va tezligi baholanadi. Akustik analiz esa eshituv idrokini shakllantiruvchi muhim omil sifatida tovushning fizik xususiyatlarini o'rganadi. Bu usullar eshituv idrokini rivojlantirishda individual yondashuvni ta'minlashga yordam beradi. Ta'lim va trening metodikalarining roli. Eshituv idrokni rivojlantirish ishining tizimida ta'lim va trening metodikalarining roli juda muhimdir. Ta'lim jarayonida foydalaniladigan metodikalar eshituv qobiliyatini oshirishga qaratilgan maxsus strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu metodikalar avvalo eshitish qobiliyatining asosiy jihatlarini, masalan, tovushlarning farqlanishi, ularning eshitish va tushunish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Trening jarayonida interaktiv usullar, masalan, guruh muhokamalari, rolli o'yinlar va simulyatsiyalar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu esa eshituv idrokini mustahkamlashda samarali bo'ladi. Shuningdek, texnologiyalardan foydalanish, masalan, audio va video materiallar o'quvchilarning eshitish qobiliyatini rivojlantirishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu metodikalar, shuningdek, individual yondashuvni ta'minlash orqali har bir o'quvchi o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olishga yordam beradi. Natijada ta'lim va trening metodikalarini to'g'ri ta'minlanishi va qo'llanilishi eshituv idrokini rivojlantirish jarayonini yanada samarali va maqsadga muvofiq qiladi. Eshituv qobiliyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar. Eshituv qobiliyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, audio dasturlar, interaktiv o'yinlar va virtual reallik muhitlari orqali eshituv qobiliyatini samarali ravishda rivojlantirish mumkin. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarga eshitish ko'nikmalarini o'rganishda yangi metodlarni taqdim etadi. Bu esa ularning diqqatini jalb qiladi va o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar yordamida individual yondashuvni ta'minlash, shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirilgan o'quv rejalarini yaratish imkonini beradi. Bunday innovatsiyalar eshituv qobiliyatini rivojlantirish jarayonini tezlashtirib, samaradorligini oshiradi. Natijada o'quvchilarning eshituv ko'nikmalari yanada mustahkamlanadi. Individual yondashuv va psixologik yordamning ahamiyati. Eshituv idrokni rivojlantirishning tizimda individual yondashuv va psixologik yordamning ahamiyati juda katta. Har bir insonning eshituv qobiliyati, psixologik holati va rivojlanish jarayoni o'ziga xosdir. Shuning uchun eshituv idrokni rivojlantirishda individual yondashuvni qo'llash har bir shaxsning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olishni taqozo etadi. Psixologik yordam esa eshituv qobiliyatini rivojlantirish jarayonida shaxsning ichki motivatsiyasini oshirish, stress va xavotirni kamaytirish, shuningdek, o'z-o'zini anglashni kuchaytirish orqali muhim rol o'ynaydi. Psixologik yordam orqali insonlar o'zlariga ishonch hosil qilishlari, ijtimoiy aloqalarni yaxshilashlari va eshituv qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirishlari mumkin. Individual yondashuv esa shaxsning o'ziga xos qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos ravishda maxsus dasturlar ishlab chiqishga imkon beradi. Bu jarayonlar birgalikda insonning eshituv idrokini rivojlantirishda muhim omil bo'lib, natijada ularning hayot sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, individual yondashuv va psixologik yordam
eshituv idrokni rivojlantirish tizimining ajralmas qismidir. Ovozli muhit va eshituv idrokni rivojlantirish. Ovozli muhitning ahamiyati eshituv idrokni rivojlantirish jarayonida juda katta. Ovozlar va tovushlar atrof muhitimizni o'rab olganligi sababli ularni to'g'ri anglash va tahlil qilish muhimdir. Turli xil ovozlar, masalan, tabiatning tovushlari, odamlar o'rtasidagi muloqot yoki musiqaning ritmlari eshituv qobiliyatini takomillashtirishga yordam beradi. Ovozli muhit, shuningdek, diqqatni jamlash va eshituv xotirasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ovozli muhitda o'zaro aloqalar bilan birgalikda eshituv idrokni rivojlantirish tizimida faoliyat olib borish, qobiliyatni oshirish va yangi ko'nikmalarni o'rganishga imkon yaratadi. Eshituv idrokni rivojlantirishda ijtimoiy muhitning ta'siri. Eshituv idrokni rivojlantirish jarayonida ijtimoiy muhit juda muhim rol o'ynaydi. Oila, do'stlar va atrof muhitning inson qobiliyatini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Ijtimoiy muhitda bolalar va kattalar o'rtasida interaksiyalar, suhbatlar va muhokamalar eshitish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Oila muhitida mehribonlik va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, muammolarni hal etishda yordam beruvchi ijtimoiy ko'nikmalar eshituv idrokini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, ijtimoiy guruhlar va jamoalar faol ishtirok etish insonning eshituv qobiliyatini rivojlantirishga juda muhim ahamiyatga ega. G'oyalar va fikrlarni baham ko'rish, shuningdek, turli xil muloqot shakllarini o'rganish, yangi eshitish tajribalarini taqdim etadi. Bundan tashqari, ijtimoiy tadbirlar va faoliyatlar, masalan, teatr, konsertlar va boshqa madaniy tadbirlar eshituv idrokni rivojlantirishiga yordam beradi. Bularni barchasi ijtimoiy muhitda mavjud bo'lgan imkoniyatlar va resurslarni qo'llash orqali eshituv qobiliyatini kuchaytiradi. Eshituv idrokda musiqaning roli. Eshituv idrokda musiqaning ahamiyati juda ham katta. Musiqa o'zini ritmik va melodik xususiyatlari bilan eshituv qobiliyatini yanada kuchaytirishga yordam beradi. Turli janrdagi musiqalar eshituv idrokni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular turli ovozlar va tovushlar bilan ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Musiqa tinglash jarayoni insonni diqqatini jamlash va eshituvni yaxshilash imkonini yaratadi. Shuningdek, musiqaning kuchli emotsional ta'siri eshituv qobiliyatini rivojlanishida qo'shimcha motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu orqali musiqiy faoliyatlar eshituv idrokini yaxshilash va uni yangi darajaga ko'tarishi mumkin. Eshituv idrokda kognitiv jarayonlarning o'zaro ta'siri. Eshituv idrokni rivojlantirish jarayonida kognitiv jarayonlarning o'zaro ta'siri muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlar orasida e'tibor, xotira va tafakkurning roli alohida ko'rinadi. Eshituv idrokida e'tiborni yuqori darajada bo'lishi zarur, chunki muayyan tovushlarni, nutqni yoki muhitdagi boshqa o'zgarishlarni anglashda e'tiborni to'plab olishga yordam beradi. Bundan tashqari, xotira eshituv jarayonining samaradorligini oshiradi. Tovushlarni va ularning manbalarini eslab qolishda, shuningdek, olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardan foydalanish imkonini beradi. Tafakkur esa eshituv idrokni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. U eshitilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni baholash va kontekstga mos ravishda tushunishga yordam beradi. Kognitiv jarayonlar orasidagi o'zaro ta'sirlar, shuningdek, individuallik va tajribaga bog'liq bo'lishi mumkin. Har bir shaxsning o'ziga xos kognitiv usullari va tajribasi eshituv idrokni rivojlantirish jarayonida muhim nutqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish va tadqiq etish eshituv idrokni yaxshilash uchun zaruriy choralarni belgilashda yordam beradi. Ovozli aloqa va eshituv faoliyatining o'zaro ta'siri. Ovozli aloqa eshituv qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shaxslar o'rtasidagi o'zaro muloqot jarayonida eshitish, tushunish va javob berish ko'nikmalari shakllanadi. Ovozli aloqa orqali odamlar zamonaviy texnologiyalar yordamida murakkab akustik muhitlarda o'zlarini yaxshi his qilishadi. Ushbu jarayonda nutq, ovoz tonlari va ularning emotsional rang-barangligi eshituv idrokini yaxshilashga hissa qo'shadi. Ovozli muloqot yordamida bolalar va kattalar eshituv qobiliyatlarini rivojlantirib, ijtimoiy munosabatlarni o'rganishlari mumkin. Buning natijasida insonlar o'zaro aloqalarni mustahkamlab, eshituv faoliyatlarini yanada samarali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eshituv idrokida til va nutqning o'rni.
Eshituv idrokni rivojlantirishda til va nutqni o'rni muhim ahamiyatga ega. Eshituv idrokni faqatgina tovushlarni qabul qilish emas, balki ularni to'g'ri anglash va ifodalay olishni ham talab etadi. Til va nutq, shuningdek, eshituv idrokni rivojlantirish jarayonida muhim vositalar sifatida ishlatiladi. Til boy va turli xil nutq shakllariga ega bo'lgan muhitlar eshituv idrokini yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Til va nutq orqali odamlar o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini, g'oyalarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ushbu jarayon eshituv idrokini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki nutqni eshitish va tushunish qobiliyati vaqt o'tishi bilan eshituv faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, til va nutq orqali o'rganish qulay kommunikatsiya va ijtimoiy aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Bu esa eshituv idrokini rivojlantirish jarayonida yanada samarali qiladi. Maktabgacha va maktabda til o'rganish jarayonlari eshituv qobiliyatini oshirishga yangi imkonlar yaratadi. Yosh bolalarda eshitish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli. O'yinlar orqali bolalar o'z eshitish qobiliyatini tabiiy ravishda rivojlantirishlari mumkin. Masalan, turli ovozlarni ajratish, ularni eshitish va tanib olish o'yinlarni bolalar diqqatini jamlash va eshituv qobiliyatini yaxshilashda yordam beradi. Shuningdek, o'yin jarayonida bolalar bir-biri bilan muloqot qilib, ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Shu sababli o'yinchoqlar ta'lim jarayoniga kiritish eshituv qobiliyatini mustahkamlash uchun samarali usul hisoblanadi. O'yinlar bilan birga bolalarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda turli xil usullarni qo'llash zarur. Xulosa, eshituv idrokini rivojlantirish ishining tizimi insonning eshitish qobiliyatini yaxshilash va uni to'g'ri ishlatishga qaratilgan kompleks jarayon hisoblanadi. Ushbu tizim birinchi navbatda eshitish organlarining avtomatik va fiziologik xususiyatlarini o'rganishni talab qiladi. Eshituv idrokini rivojlantirishda, shuningdek, psixologik va pedagogik yondashuvlar ham muhim rol o'ynaydi. Eshituv idrokini rivojlantirish jarayonida ko'plab usullar va texnikalarni o'z ichiga oladi. Masalan, akustik mashqlar, eshitish o'yinlari va interaktiv faoliyatlar yordamida insonni eshitish qobiliyatini mustahkamlash mumkin. Bunday usullar orqali nafaqat eshitish, balki diqqat va xotira kabi boshqa kognitiv jarayonlar ham rivojlanadi. Shuningdek, eshituv idrokini rivojlantirishda individual yondashuv muhim. Har bir insonning eshitish qobiliyati va ehtiyoji turlicha bo'lganligi sababli individual dasturlar ishlab chiqish zarur. Eshituv idrokini rivojlantirish ishining tizimi, shuningdek, o'qituvchilar, psixologlar va boshqa mutaxassislar o'rtasida hamkorlikni taqozo etadi. Umuman olganda, eshituv idrokini rivojlantirish ishining tizimi insonning ijtimoiy va shaxsiy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uni sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonni samarali amalga oshirish esa kelajakda insonlarning nutq qobiliyatini va umumiy rivojlanishini ta'minlaydi. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati quyida keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.